Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan zapret nima, выдворение nima va ularni bir-biridan farqi haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like tugmachasini bosib qo'ying va obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bugungi videomiz juda muhim va keyingi videolarimiz ham juda muhim videolar chiqadi. Siz o'tkazib yubormaysiz. Aziz yurtdoshlar, выдворение o'zi nima? Birinchi выдворениеga to'xtalsak, kelinglar. Menga Telegramda juda ko'p savollar kelyapti. Menda выдворение bor, zapretni tekshirishim kerak deyapti. U выдворение umuman boshqa narsa, zapret umuman boshqa narsa. Zapret tekshirish umuman boshqacha tekshiriladi. Zapretlar bepul tekshirish mumkin, ya'ni zapretlarni, выдворениеlarni bepul tekshirishni imkoniyati 90 ga 10. 10% holatlarda bepul tekshirish mumkin, 90% holatlarda выдворениеlar pulga tekshiriladi. Kelinglar, выдворение nimaligi haqida hozir sizlarga tushuntirib o'tsam. Выдворение bu do'stlar. Masalan, siz biror joyda ishlayap turdingiz, politsiya xodimlari kelib ushlab ketishdi va sizga nisbatan protokol tuzishdi. Patentsiz ishlayotgan joyingizda. Ya'ni patentsiz ishlayapti degan statya bilan protokol tuzildi va sud bo'ldi. Va sud orqali sizga выдворение qo'yiladi. Eslab qo'yinglar, sud orqali sizga выдворение qo'yiladi va ma'lum bir miqdorda shtraf qo'yiladi. Moskvada 5000 dan 7000 gacha, Sankt-Peterburgda ham shunaqa, boshqa joylarda, xullas sharoitiga qarab 2000, 3000 har xil narxda shtraf qo'yiladi va sizga выдворение beriladi. Выдворение berilgan vaqtda siz 10 kunda ichida, ya'ni Rossiya territoriyasidan chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Aziz do'stlar, выдворениеning ikkinchi xil nimasi ham bor, xullas ikkinchi xil выдворение. Ikkinchi xil выдворение bu siz Rossiya territoriyasida 3 yil ichida yaxshilab eshitinglar, ikkitadan ko'p jarimalar, ya'ni shtraflar qilsangiz, sizga nisbatan выдворение e'lon qilinadi. Bu nimaga bunday bo'ladi? Nima uchun bunday bo'ladi? Chunki siz Rossiya qonunlarini 2 martadan ko'p buzganligi sababli sizni ishingiz avtomatik sudga chiqadi, sud o'zi hukm qiladi va sizga nisbatan выдворение e'lon qilinadi do'stlar. Sizga u выдворение haqida ma'lumot keladi. Qayerga keladi? Pochtaga keladi. Qayerda registratsiya bo'lgan bo'lsangiz, o'sha joyni pochtasiga keladi albatta do'stlar. Agarda registratsiyangizni pulga qilgan bo'lsanglar, sizga bu xabar kelmaydi, chunki siz adresni ham даже bilmaysiz qayerda yashasangiz. Agar bilsanglar do'stlar, sizlarga обязательно yo xazayn yo o'zinglarga shu pochta qutisilaringga qarasanglar, senga shunaqa xabar keldi. Mana pochtaga borib olib olishing mumkin degan xabar keladi. Bemalol borib выдворениеning qarorini olsanglar bo'ladi. Shu ikki xil выдворение. Xulosa shuki, выдворение sud orqali bo'ladi. Sud orqali bo'lgan Rossiyaga taqiqlar bu выдворение deyiladi. Endi do'stlar, zapret nima? Zapret bu, yaxshilab eshitamiz. Rossiyada siz tasavvur qiling, 3 yil hech qanaqa dokumentsiz ishladingiz. Ya'ni registratsiya ham bo'lmagan, patent ham bo'lmagan, boshqa dokument ham bo'lmagan. Xullas, dehqoncha qilib aytishadi-yu, menda qizil pasport deb. Xullas, qizil pasportda ishlagansizlar. Shu paytda siz hech qanaqa mentga tushmadingiz. Militsiyalar, politsiya xodimlari xullas sizni ushlamadi. Bemalol ishni qildingiz, soqolni cho'ntakka urdingiz. Endi O'zbekistonga ketaman dedingiz, O'zbekistonga ketdingiz. Siz bemalol ketaverasiz, hech kim biror narsa demaydi, hech kim hech narsa demaydi xullas. O'zbekistonga borasiz, O'zbekistonga borib, Rossiyaga kelayotgan paytingizda deydi, to'xta deydi. Senga zapret qo'yilgan ekan deydi. Nimaga zapret qo'yilgan? Men hech narsa qilmaganman. Nimaga unaqa bo'lishi mumkin emas deb janjal qilasiz. Baribir foydasi yo'q, chunki siz 3 yil bezdokument ishlagansiz. 3 yil. 3 yil bezdokument ishlaganligi sababli sizga nisbatan zapret qo'yiladi. Выдворение emas. Yaxshilab eshitinglar. Zapret. Rossiyaga kirish uchun zapret qo'yiladi. Agar 3 yil yurgan bo'lsangiz, aniq 10 yilga zapret qo'yadi. Agar shu 180 kundan oshmagan bo'lsa, 5 yilga yoki 3 yilga zapret qo'yiladi do'stlar. 180 kundan oshib, 270 kundan ham oshib ketgan bo'lsa, sizga nisbatan 10 yilga zapret qo'yiladi Rossiyaga kirish uchun, aziz yurtdoshlar. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Endi do'stlar, zapret tekshirish bilan выдворение tekshirishni farqini aytib beraman. Zapret odatda do'stlar MVD tarafidan qo'yiladi. MVD, Ministerstvo внутренних dел, ya'ni Ichki ishlar vazirligi tarafidan sizga nisbatan zapret qo'yiladi va
buni ochiq sayti bor. mvd.rf degan sayt bor. Shu yerdan yaxshilab eshitinglar. Zapret tekshiriladi. Выдворение emas. Zapret tekshirasizlar u yerdan. Shu saytga kirib bemalol zapretinglar tekshirishinglar mumkin. Bu tekshirgan paytinglarda sizlarda zapret chiqsa, значит 100% to'g'ri bo'ladi. Agarda sizlar Rossiya territoriyasida bezdokument ishlab, hech qanaqa muammo bo'lmasdan, militsiyaga tushmasdan O'zbekistonga borib qaytib kelayotgan paytinglarda zapret qo'yib qo'ygan bo'lsa, bu narsa обязательно shu MVD saytida chiqadi do'stlar. Chunki zapretni MVD qo'yadi do'stlar. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Endi do'stlar, выдворение haqida. Выдворение umuman boshqa narsa. Выдворение qanday tekshiriladi? Выдворениeni hamma hozir выдворение bo'lgan odamlar, men ko'p videolarim ko'p zapret tekshirish haqida. Выдворение tekshirish haqida emas, lekin zapret tekshirish haqida videolarim meni. Выдворение bo'lgan odamlar kiryapti MVD saytiga. Palonchi, pistonchi, bugunchi o'g'li deb turib ism familiyalarni terishyapti. Ism familiyalarni terganda ularda toq qaytib необнаружено, ya'ni ochiq deb chiqyapti. Bu noto'g'ri do'stlar. Bu faktga ishonmanglar. Bu faktga ishonib, sizda выдворение bo'lsa, bilet olsanglar, kelayotgan paytda agar omadinglar kelsa, O'zbekistondan qaytaradi. Omadinglar kelmasa, Rossiyaga kelasizlar, Rossiyadan qaytarib yuboradi O'zbekistonga. Ya'ni biletinglarni pulga kuyasizlar yoki yo'l puliga kuyasizlar. Taksida kelayotgan yurtdoshlarimiz. Выдворениeni o'zini tekshiradigan joyi bor. Organlar tekshiradi uni. Migrant bir sistemasi degan narsa bor migrantlarda. Hamma hujjatlari xullas qamalganmi, patent olganmi, registratsiyasi bo'lganmi, bo'lmaganmi, hamma ma'lumotlar saqlanadigan migrant bir sistemasi bor. CBD UIG deyiladi. Centrальная база данных по учету иностранных граждан. Shu yerdan выдворениялар tekshiriladi. Chunki bularni sud orqali qo'yadi. Sud orqali qo'yganlarni MVD saytidan tekshirib yurmanglar. Yana qaytaryapman. Выдворенияларni MVD saytidan tekshirish noto'g'ri. Shu migrant bir sistemasi bor. Migrant bir sistemasi orqali tekshiriladi выдворениялар do'stlar. O'ylaymanki do'stlar tushunarli bo'ldi. Agarda shu выдворенияларni yoki zapretlarni tekshirtirmoqchi bo'lsanglar, shu Telegram silkalarini qo'yizaman. Video описаниеda, kommentariyada bemalol kiraverasizlar. Do'stlar, bemalol Telegramga kirib, menga aloqaga chiqaverasizlar. Выдворение bo'lsa, do'stlar, pulga tekshiraman to'g'risi. Muddatini ham to'g'risi pulga tekshiraman. Agar ma'qul kelsa, bemalol yozaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqaverasizlar, kutaman. Videoga esa like bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.